Nimaga? Bekçe deyapman. Nechinchi yilsan? 2007. Men 2000 yilman. Nima Juma Nazar akaga namoz saqlabsan? Agar yana bir marta namoz saqsan, yerni tagiga qo'yib qo'yaman. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman? Qo'lingni. Aytmaysanga bejajar o'tirak dedim. Ikkita bo'lib yasaymizmi? Daha chiqamiz, gazini beramiz. Sen belidan ushlaysan. Men jag'iga solaman, o'qadi. Tamam. Ketdik. Endi taraf bo'lmaydi. Aytmaysanga tinchgina o'tirak dedim. Qo'rqasanmi? Bundoq qilaman. Ha. Sen oyoqdan ushlaysan. Ha? Men gazoviy kalt bilan boshiga uraman, o'qadi. Bo'ldi, chiqamiz endi ketdik, gazini beramiz. Ketdi. Endi qo'ymaydi. Mana berang. Menga berjapman bola. Mana berang. Nima bir bilan go'shinjayapsan? Vajarabek, Pasta bu. nech pul ishlading? Bugün ish zo'r bo'ldi, 1 million 200 ming ishladi. Malades. Ko'rdilaringmi? Qishloqda olimpiada kelyapsanmi? Ha. Shu bugun men senga borib bitta oyoqlab qo'yib beraman. Shunmi? Ana, yur. Yur ekonga. Bugunimcha hozir katinani ketxayding masjidga keldi. Ey, bir joyingga tiqayding o'zi mana shu mototsiklni. Shu yo'qdimi senga? Ha, ishlamaga shu yo'qdi. Sen shularni motosiklimni yo'q qilaraman. Meni kimligimni bilmabsan. Shu Samarqanddan Jizzaxga kelishim shart edi. Mana shaxtadan olsak bo'laydi-ku. Slovakiya bu Xitoydan promotsiyaga kelgan, birinchi qo'ylarga eng arzon sheyga ekan. Jizzax viloyati G'allarol tumani O'smat Pavorovtini oldi. To'g'rimi? Ha, nima qilasiz siz? Men ham kelib ketaman-da bitta. Ha, kelib olib ketishingiz shart emas. 12 ta viloyat bo'yicha dastavkasi tekin berdi. Yo'q, Ey jo'rab, dayda qiziqdim-da. Juma qo'yib bejanjal o'tir, biron joyga kirib ketasanmi, qo'yasanmi? Juma aka, haydash bilmaysiz-ku, juma o'tirib. Men guruhda qisib o'tir. Jo'rab, dayda qiziqdim-da. Qoch bitta aydasin. Akalar, yo'lda menga ko'rmisamatdi, qaringlar. Voy, bu texti bu joyga. Havla kissa. С одной головы соседина. Xudoga shukr tushmagan bu guruhdan yo'qmasam, o'timni boshqa qo'yaman. Sizlarni qizam yo'qqa qo'yaveringlar. Nima qilasizlar? Endi men sendan qutuldim. Voy! Sen bu boychani Islom akamga aytaman, gazingni beradi. Endi Shohjahon, qarang, men gapirsam u xafa bo'ladi. U meni jo'ram, tushunapsizmi? Hech nima deyolmayman. Uni o'zaro hal qilib olinglar, qani? Bo'ldi, men o'zim hal qilaman, siz mendan xafa bo'lmasangiz bo'ldi. Men seni maynuq qilaman. Aka, mashinaga bek qo'ymay ekansan, yo'ldan chekka qo'yar ekansan. Belli uka. Ularni o'zimda qo'yib